Eronga bostirib kirish nima uchun deyarli imkonsiz? Birinchidan, uning geografiyasi. Eron nihoyatda yirik davlat bo'lib, Buyuk Britaniyadan taxminan 7 barobar kattaroq va tabiiy mudofaa to'siqlari bilan o'ralgan. G'arbdan baland Zagros tog'lari, janubda esa notekis qirg'oqlar joylashgan. Ular orasidagi ikkita ulkan sahro har qanday bosqinchi kuch uchun o'tib bo'lmas hududni tashkil etadi. Bunga qo'shimcha ravishda Eronning dunyo neftining 20% oqib o'tadigan Ormuz bo'g'ozini strategik nazorat qilish uni deyarli ta'xirsiz qiladi. Ikkinchidan, Eronda juda ko'p miqdorda neft mavjud. Ko'pchilik bosqinchilik holatlarida mamlakatlar tezda energiya zaxiralaridan mahrum bo'ladi. Ammo Eron dunyodagi 4-yirik neft zaxirasiga ega. Shuning uchun u tashqi ta'minotdan uzilgan taqdirda ham 200 yildan ortiq vaqt davomida o'zini yoqilg'i bilan ta'minlay oladi. Uchinchisi, uning xalqi. Eronda 80 milliondan ortiq vatanparvar fuqarolar istiqomat qiladi. Tarix shuni ko'rsatadiki, ular o'z vatanlarini himoya qilishdan cho'chimaydilar. Va nihoyat, uning uran zaxiralari mavjud. Garchi bu zaxiralar boshqa mamlakatlardagidek katta bo'lmasa-da, o'zining yadro dasturini ta'minlash va ma'lum maqsadlar uchun yetarli miqdorda boyitilgan uran olish imkonini beradi. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.